Semiz kam qonligi bor ayollar ozishi rosa qiyin bo'ladi. To'g'ri ovqatlanadi, vaqtida uxlaydi, jismoniy aktiv bo'ladi, holi bo'lmasa ham. Lekin ozishi juda ham qiyin bo'ladi. Ozsa ham keyingi oy 2 baravar semirib ketadi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, gemoglobin norma bo'ladi. Bu holatda faqat ferritin topshiriladi. Ferritin bu temirni zaxirasi hisoblanadi. Oddiy tilda tushuntirib beraman. Temir kislorodni to'qimaga olib kirib beradigan transport hisoblanadi. Kislorod to'qimada yoqilg'i vazifasini bajarib beradi. Bu transport, bu yoqilg'i, yog' eriydi, energiya hosil bo'ladi. Buni modda almashinish deyiladi, metabolizm deyiladi. Endi temir kam, kislorodni to'qimaga olib kirib beradigan transport kam. Kislorod to'qimada yoqilg'i kam, yog' sekin eriydi, energiya hosil bo'lmaydi va metabolizm sekinlashadi. Shuning uchun bunaqa ayollarga maslahatim, ferritinni zaxirani to'ldirish kerak. Ana undan keyin hamma yuqorida qilayotgan to'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlash va jismoniy aktivlik qilsangizgina ozishga tushasiz.